Azon Globalda murojaatnoma. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanga, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga ariza. Biz Azon Global axborot portali xodimlari 2025-yilning may oyida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Tursunov Alisher Ahmadovich, ya'ni Mubashshir Ahmadga nisbatan bo'layotgan munosabatdan chuqur xavotirdamiz. Alisher Tursunov yillar davomida xalqimizga o'zining diniy, ma'rifiy, chuqur bilimi bilan xizmat qilib kelgan. Diniy ekstremizm va zo'ravonlikni rad etib, millatni diniy, milliy qadriyatlarimizga asoslangan sog'lom mafkuraga ega bo'lishi yo'lida o'z hissasini qo'shib kelayotgan shaxs sifatida tanilgan. Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-3-moddasi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida qo'shimcha ravishda ushbu kodeksning 244-1-moddasi bilan sirtdan gumon qilinuvchi tariqasida ishda ishtirok etish uchun jalb qilish haqida qaror qabul qilinib, qidiruv e'lon qilingan. Joriy yilning 8-may kuni fuqaro Alisher Tursunov Turkiya Respublikasida ushlanib, 10-may kuni O'zbekiston Respublikasiga deportatsiya qilinib, so'ngra O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Uning Turkiyadan olib kelinishi hamda Jinoyat kodeksining 244-1-moddasi va 244-3-moddalari bo'yicha ayblanib, qamoqqa olinib, tergov harakatlari olib borilishida O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi talablari buzilmoqda deb hisoblaymiz. Xususan, Ichki ishlar vazirligi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, vatandoshimiz Alisher Tursunov joriy yilning 10-may kuni O'zbekistonga deportatsiya qilib olib kelingan bo'lsa-da, bugungi kunga qadar uning himoya huquqi ta'minlanmagan. Huquqiy himoya bilan shug'ullanayotgan advokatlarga vatandoshimiz Alisher Tursunovning qayerda ekanligi haqida ma'lumot taqdim etilmay, himoyachilarga u bilan uchrashib, malakali huquqiy yordam berilishiga to'sqinlik qilinmoqda. Xususan, Alisher Tursunovning himoyachilari Gulyamov Sadiqov and Partners advokatlik firmasi advokatlari Sodiqov, Abrayevlarga qolaversa muqaddam advokatlik orderi taqdim etgan Daminov va Mutalboyevlarga ham ish hujjatlari bilan tanishish, gumon qilinuvchini ushlash jarayonida himoya bilan ta'minlash, ehtiyot chora tanlashda sud majlisida qatnashish, himoya ostidagi shaxs bilan holi uchrashish imkoniyati berilmagan. Advokatlar tomonidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilinganida tergov organi advokatlarga gumon qilinuvchi Alisher Tursunovning qaysi tergov hibsxonasida vaqtincha saqlanayotganligini bilmasligini, ehtimol Davlat xavfsizlik xizmati markaziy tergov hibsxonasi Gvardeyskida saqlanayotgan bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumot berishgan. Shu o'rinda asosli savol tug'iladi. Nima uchun Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov qilayotgan jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinuvchi shaxs Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasida saqlanmoqda? Bundan tashqari, advokatlar tomonidan 2025-yil 14-mayda Davlat xavfsizlik xizmati markaziy tergov hibsxonasiga borilganda, dastlab Alisher Tursunovning shu yerda saqlanayotganligini ma'lum qilishib, 2 soatdan so'ng uchrashuvga ruxsat berilishini aytishgan. Biroq, oradan biroz vaqt o'tib, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari advokatlarga qo'ng'iroq qilishib, Alisher Tursunovning Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasida yo'qligini, ular boshqa shaxs bilan adashtirib yuborishganini ma'lum qilishgan. Qiziqarli tomoni shuki, qanday qilib ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'layotgan shaxsni boshqa bir odam bilan adashtirilishi mumkin. Mazkur holatlar bugungi kunda inson huquqlarini ta'minlash, qonun ustuvorligini ro'yobga chiqarish lozim darajada emasligini ko'rsatmoqda. Chunki Alisher Tursunov 10-may kuni O'zbekiston Respublikasiga olib kelinib, oradan qariyb 96 soat vaqt o'tgan bo'lsa-da, uning qayerda saqlanayotganligi, sog'lig'ining ahvoli qandayligi noma'lumligicha qolmoqda. Ushbu holat bugungi kunda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tergov harakatlari qonunga rioya qilgan holda
amalga oshirilayotganligini shubha ostiga olmoqda. Albatta, jinoyat protsessi tamoyillarini buzgan holda tergov organi davlat himoyachisini ishda ishtirok etishga jalb qilgan bo'lishi mumkin. Biroq buning uchun qonuniy asoslar mavjud bo'lmagan, chunki birinchidan, gumon qilinuvchi o'zi tanlagan himoyachilar xizmatlaridan voz kechmagan. Ikkinchidan, kelishuv bo'yicha advokatlarning ishda ishtirok etishiga obyektiv imkonsizlik bo'lmagan. Uchinchidan, himoyachini almashtirish uchun boshqa qonuniy asoslar bo'lmagan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-moddasida insonning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquqi va erkinliklari daxlsizdir hamda ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo'yishga hech kim haqli emas. Davlat organlari tomonidan insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi kerak degan imperativ norma belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 18-moddasida jinoyat ishini yuritish uchun mas'uliyatli barcha davlat organlari va mansabdor shaxslar jinoyat protsessida qatnashayotgan fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilishlari shart. Sud va prokuror qonunga xilof ravishda ozodlikdan mahrum etilgan yoki qonun yoxud sud hukmida nazarda tutilganidan ortiq muddat hibsda ushlab turilgan yoki qamoqda saqlangan yoxud uy qamog'ida bo'lgan har qanday shaxsni darhol ozod qilishi shart deb belgilab qo'yilgan. Qolaversa, mazkur kodeksning 23-moddasida gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi uning jinoyat sodir etishda aybdorligi qonunda nazarda tutilgan tartibda isbotlanmagunga va qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan aniqlanmagunga qadar aybsiz hisoblanishi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, ushbu kodeksning 48-moddasida gumon qilinuvchining quyidagi asosiy huquq va majburiyatlari belgilab berilgan. Ushlab turilganligi va turgan joyi to'g'risida advokatga yoki yaqin qarindoshiga telefon orqali qo'ng'iroq qilish yoxud xabar berish. U amalda ushlangan yoki jinoyat joyida ushlash bilan bog'liq tezkor qidiruv tadbiri amalda yakunlangan yoxud uning gumon qilinuvchi deb e'tirof etilganligi to'g'risida qaror unga ma'lum qilingan paytdan boshlab himoyachiga ega bo'lish hamda uchrashuvlarning soni va davom etish vaqti cheklanmagan holda u bilan xoli uchrashish. Biroq ko'rishimiz mumkinki, yuqorida ko'rsatib o'tilgan huquqlarning birontasi ta'minlanmasdan qonun normalari qo'pol ravishda buzilgan. Tergov organining ushbu qonuniy harakatlari natijasida gumon qilinuvchi Alisher Tursunov jinoiy ta'qibning o'ta muhim paytida ozodlikdan mahrum qilish masalasi hal qilinayotganda o'zi tanlagan advokatlar tomonidan himoyalanish kabi konstitutsiyaviy huquqdan amalda mahrum etilgan. Qolaversa, advokatlar ishda ishtirok etishga o'z vaqtida kirishish va qamoqda saqlash uchun asoslarining yo'qligini isbotlovchi dalillarni sudga taqdim etish imkoniyatidan mahrum etilgan. Bu o'z navbatida sud tomonidan qaror qabul qilishlariga ta'sir ko'rsatmasdan qolmagan. Yuqoridagilarni inobatga olib, sizdan fuqaro Tursunov Alisher Ahmadovich, ya'ni Mubashshir Ahmadning qonunda belgilangan himoya huquqi ta'minlanishini davlat tomonidan berilgan advokatlar emas, uning o'zi va yaqinlari tomonidan yollangan advokatlar tomonidan himoya qilinishini ta'minlashingizni, uning diniy faoliyati siyosiy yoki noaniq ekstremizm tamg'asi bilan noto'g'ri talqin qilinishining oldini olishingizni, tergov harakatlari davomida unga va uning oilasiga nisbatan insoniy muomala, huquqiy kafolatlarni ta'minlashingizni, mustaqil ommaviy axborot vositalariga ushbu jarayonni yoritish imkonini yaratishingizni, Turkiyadan deportatsiya jarayoniga oid rasmiy va huquqiy hujjatlarni ochiq e'lon qilinishini ta'minlashingizni, ushbu murojaatni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy tamoyillari, qonun ustuvorligi, inson huquqlari va diniy erkinliklarga hurmat ruhida ko'rib chiqishingizni so'raymiz. Hurmat bilan, Azon Global jamoasi.